Assalomu alaykum do'stlar. Dunyo yuragimizni hayajonga soladigan voqealarga to'la. Ular juda yorqin, noyob va kutilmagan. Aynan bugungi dasturimizda siz uzoq vaqt xotirangizda qoladigan eng ajoyib lahzalarni ko'rasiz. Shu va shunga o'xshagan yanada qiziqarli videoroliklarimizni tez-tez ko'rib turishni istasangiz, izohlarda yangisidan bo'lsin deb yozib qoldiring. Va ushbu videoroligimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Qani unda boshladik. Qattiq shamol o'z ishini qildi. Garaj oddiygina bir necha soniya davomida karton kabi yig'ilib qoldi. Siz ham shunga o'xshab, ya'ni suvga tosh tashlaganmisiz hayotingiz davomida? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rib turganingizdek, ko'cha daryoga aylanganda suzishdan boshqa iloj qolmaydi. Afrikada ushbu turdagi ilon ayyorlik ustasi hisoblanadi. Jim, sezilmas va nihoyatda tez. Aynan mana shu sokin ilonlar eng xavfli bo'lib qoladi. O'ylaymanki, bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular bu sayohatni uzoq vaqt eslab qolishadi. Bu yerda to'r yoki qarmoq kerak emas, chunki baliqlarning o'zi ov bo'lishni so'raydi. Yon tomonlarga qorni sochish kerak emas. Ba'zan uning o'zi chiroyli tarzda o'ralgan bo'lishni so'raydi. Tutun va olov episentrida vertolyot mayda nuqtadek ko'rinadi, ammo har bir tomchi suv elementlarini to'xtatish uchun imkoniyatdir. Niagar o'zining miqyosi bilan hayratlanarli. Har soniyada 1000 tonna suv quyilib, tumanli manzara va doimiy shovqini hosil qiladi. Really hard to tell, but there's a bear down there. There's his face. Ko'rinishidan dehqon o'z makkajo'xori dalasining o'rtasida haqiqiy ayiq uyasi yashiringanini bilmas edi. Out here in the middle. Right out here in the middle. Qayiq oldinga siljiydi va atrofida timsohlarning butun qo'shini bor. Ular deyarli ko'rinmas, lekin ularning mavjudligi har bir suv chayqalishida seziladi. G'ayrioddiy porlash zulmatda asta-sekin ochilib, javoblardan ko'ra ko'proq savollarni qoldiradi. Yaqin atrofda kit yuzaga chiqqanda qayiq birdan o'yinga aylanadi. Ham zavq, ham asosiy qo'rquv bilan to'ldirilgan, aql bovar qilmaydigan tajriba. Look at Mama. Magistral yo'lda teskari harakatlanish shubhali qarordir. Garchi u qanchalik ishonchli haydab ketayotganiga qarab, bu uning uchun oddiy kundek tuyuladi. Ushbu parvoz inson imkoniyatlari chegarasiga qadar olingan mahorat reaksiyasining namoyishidir.
Bu yerda tasodifga o'rin yo'q. Faqat sovuq bosh va xato juda qimmatga tushadigan balandlikda tasdiqlangan aniqlik. Ushbu xatti-harakatda qushlar faqat o'zlari tushunadigan sirli marosimni bajarayotganga o'xshaydi. Ko'rinishidan bu suvosti aholisi o'zlarining qandaydir yashirin missiyasi oldida gaplashmoqdalar. Tan olish kerak, uning niqoblash san'ati eng yuqori darajada. Qiz ularga sevimli yeguliklarini ko'rsatishi bilanoq mana shu holat sodir bo'ldi. Bo'ron kuchayib borayotganini hisobga olsak, har bir konteyner portga yetib boravermaydi degan gumon bor. Agarda bunday dahshatli ilon uyga kelsa, o'ylab turishga vaqt yo'q. Chunki u bu yerda doimiy qolmasligi uchun darhol mutaxassislarni chaqirish kerak. Haykalning yuzi qandaydir xotirjamlik bilan uchayotgan mehmonlar uchun balkonga aylanayotganini har kuni ham ko'rmaysiz. Qayiq tukli bo'ronning o'rtasiga tushib qolgandek tuyuladi. Atrofda juda ko'p qushlar borki, ularning ostidagi suv shunchaki ko'zdan g'oyib bo'ladi. Kutilmaganda qandaydir Napoleon balig'i paydo bo'lsa, xotirjam bo'lish qiyin. Ushbu park birinchi qarashda ko'rinadiganidan ancha makkor. Go'yo tabiatning o'zi o'z xayolining chegara bilmasligini eslatish uchun tizma ustiga ehtiyotkorlik bilan oq tasma qo'ygandek bo'ldi. Shunday manzaralar borki, ularni tasvirlab bermaslik yaxshiroqdir. Chunki ular shunchaki ko'rish va boshdan kechirish kerak bo'lgan manzaralardir. Osmondan nima tushishini hech qachon bila olmaysiz. Ko'rib turganingizdek, hatto havo shari ham to'g'ridan-to'g'ri yo'lga tushishi mumkin. Tog'larda sukunat 1 kilometrga cho'ziladi va portlash ovozi bilanoq butun vodiy titroq bilan javob beradi. Hatto bandargohda ham ofat o'z xarakterini ko'rsatadi. To'lqinlar shunchalik kuchli jazolaydiki, iskaladagi kema zaif va himoyasiz ko'rinadi.
2025-yil noyabr oyida Tina to'foni yilning eng kuchli bo'ronlaridan biri bo'ldi va bu uyda sodir bo'layotgan narsalar uning halokatli kuchining bir qismidir. Mashinani noto'g'ri joyga qo'yish mana shunday oqibatlarga olib keldi. Do'stlar, videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizga yoqqan. Endi esa ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Chunki eng qiziqarli videoroliklar yanada oldinda.